Bu videoda barcha qiziqarli va organik mahsulotlarni ko'rishingiz mumkin. Uzun market paketida eng qimmatlilarini ko'rasizlar. Bu lyufani 4-5 kun oldin storiesimga qo'ygandim va nihoyat topdim. Har xil joylardan qidirdim. Ko'p joylarda lyufani buyurtma berilsa, rasmda ko'rsatilgandek emas ekan. Shuning uchun ham birinchi martaga bir dona buyurtma berdim xolos. Men kutganimdan ham yaxshiroq keldi. Bu esa badan uchun organik sovun. Buni ichida lyufa ham bor. Meni terim allergichniy bo'lgani uchun ko'p narsalar tushmaydi. Shuning uchun ham sizlarga birinchi bo'lib sinab ko'rib, keyin yoqsa maslahat beraman. 2-3 marta ishlatib, keyin storieslarimga qo'yaman. Bugun 11-oktyabr kuni ona ulitkalarım 1 yoshga to'ldi. Shuni nishonlash uchun sham ham zakaz berdim. Atirab ulitkalarim shaklidagisini xohladim. Va nihoyat uzun market paketiga yetib keldik. Birinchi o'rinda zakvaskali qora non. Ko'rinishidan ham ko'proq, hidi va mazasi juda ham ishtahani ocharkan. Video bo'lgunimcha zo'rg'a chidab orada baribir yeb qo'ydim. Hech qanaqa gap bilan ta'riflab bo'lmaydi. Undan keyingisi damashniy xonim. Har qanaqa chorsadagi uncha-muncha xonimlar bilan bemalol teng kela oladigan, даже o'tib ketadigan, mehr bilan uyda tayyorlangan xonim. Kola bilan va pishib zo'r ketadi. Если что kimga shunaqa narsalar kerak bo'lsa, pastda akkauntlarini belgilab ketaman. Ulitka sotib oldik yoki bo'lmasam, endi sotamoqchisiz. Birinchi o'rinda nimalar qilishimiz kerak? Konteyner sotib olamiz. Ulitkalarimizni razmeri va soniga qarab to'rt xilasiz o'zimda ham bor. 1 kilogramm 17 ming so'm. Kalsiy esa 100 gramm 16 ming so'm. Keyin shunaqa eski birorta temir atyorkaga o'xshash narsa ham kerak. Endi shu temirni uchini yaxshilab olovda qizdirib olamiz. Keyin konteynerimizni qopqog'ini teshamiz. Iltimos aql o'rgatmanglar, devorini teyish kerak edi. Uni o'zim ham yaxshi bilaman, lekin baribir konteynerimni o'rayman. Shu sababdan qopqog'ini teshyapman. Menda konteyner katta bo'lgani uchun ozgina ko'proq torf ketdi. Masalan, 60 litrlik konteynerga 3 kilogramm torf. Endi bu go'zal san'at asarlariga alohida to'xtalamiz. Bu idishni katta ulitkalarim suv idishi uchun, bu chiroyli chig'anoqli tarelkani esa ovqatlarni solish uchun oldim. Juda ham sifatli mahsulotlar uchun go'zal marka kattakon rahmat. Profillarini pastda belgilab ketaman. Ularda bundan ham tashqari juda ham ko'p dekorativniy mahsulotlar bor. Xullas, endi ovqatlarni solib, kalsiylarni sepib qo'yamiz. Konteynerimiz deyarli tayyor. Bizga endi shunaqa silikon tog'ora kerak bo'ladi. Iltimos, ulitkalarni rakvinada yuvintirmanglar. Yo'da qancha ko'p tozalagan bo'lsalar ham baribir ham bakteriya bo'ladi. 1-2 sm chuqurlikda qilib iliq suv solib, ulitkalarimizni solamiz. Cho'kib ketmaydigan chuqurlik kerak. Endi 5-10 minut sabr qilamiz. Qaysi ulitkalar cho'milishni xohlasa cho'milishadi, qaysilari xohlashmasa chiqib ketadi. Va nihoyat oxirgi etap. Torfni biroz namlaymiz. Quruq torf ularga to'g'ri kelmaydi. Ulitkalarimizni bitta-bitta konteynerga joylashtirib, konteyner devoriga va qopqog'ining ichki qismiga sprey idishda suv sepib qo'yamiz. Mana endi umuman qiynalmaysizlar. Shuncha foydali ma'lumotlar chiqaraman. Lekin anu g'iybat mavzular ko'proq prosmotr oladi. Qisqa qilib aytganda like bosib, obuna bo'lib qo'yinglar. Kommentariy yozib qo'ysalar ham yomon bo'lmaydi. Hech bo'lmasa nimadir deb yozib ketinglar. Blogerlarga ham ulitka sotishga qo'rqib qoldim. To'g'ri, hamma ulitkalarni o'zlarini puliga sotib oldilar. Men ham ularga o'sha kunning o'zida dastavka chiqarib berdim. Boshida hamma klientlar qatori stories qo'yib berdilar. Undan keyin ulitkalarimni qanaqa qilib boqishni, qanaqa qilib terapiya qilish bo'yicha ma'lumot so'radilar. Hammaga o'rgatganimdek ularga ham muntazam javob yozib turdim. Shundan keyin ketma-ket 2 marta ulitkalarim bilan video olib, reels qo'yib, kollaboratsiya qilib qabul qilishimni so'radilar. Men nima deyishimni bilmay rozi bo'lib qabul qildim. Qarasam, prosmotrlar juda ham tez ko'payib ketdi. Rosa o'yladim, hozir mendan reklama uchun pul so'rasalar kerak deb. Hamma blogerlar menimcha shunaqa qilishadi deb o'ylayman. Yoki hech bo'lmaganda keyingi safar kalsiy torflarini tekinga so'rasalar kerak deb o'yladim. Shundan keyin nimadirlar deb yozdilar. Lekin chatni ochishni ham, nima deb yozganlarini ko'rishni ham xohlamadim. Ignor qildim. Hatto hozir ham chatni ochmaganman. Nima deb o'ylaysizlar? Agar reklamaga pul so'ragan taqdirlarda ham qo'ygan reelslari pul to'lashimga arzidimi yoki shunchaki o'chirib tashirishlarini so'rayman. Bu reelslarni profilimga zakrib qo'ydim. Bemalol kirib ko'rsanglar bo'ladi. Faqat iltimos, bu videoni o'zlariga tashlab qo'yinglar. Ko'rmasliklari uchun blok qilmoqchi edim, lekin afsuski blok qilsam reelslari ham o'chib ketar ekan. Umuman olganda meni kuzatmaydilar, lekin topga chiqib qolsa ko'rib xafa bo'lsalar kerak deb o'ylayman. Xafa bo'lsalar ham mayli-ku, lekin jahllari chiqsa ular tomonidan menga ancha ko'p hate kelsa kerak. Mayli, ularning katta auditoriyasi bo'lgani bilan, men ham kichkina bo'lsa ham podдержка qiladigan 4 mingtalik oilam bor. Bugun sizlarga ulitka biznesimni qancha pul bilan boshlaganimni aytib beraman. 2024-yil ulitka biznesini boshlash uchun dastlab 18,5 sm ulitkalarni 180 ming so'mga sotib oldim. Shu bilan birga 1 kilogramm torf va 100 gramm kalsiy uchun 60 ming so'm to'ladim. Umumiy hisobda ulitka kalsiy va torflarimga 220 ming so'm sarfladim. Xullas, boqishni boshladim va 2025-yil may oyiga kelib ulitkalarim juda ham ko'payib ketdi. Taxminan 500 tadan ko'p edi. Ular o'sgan sari xarajati ko'payib, eplolmay qoldim. Keyin 2025-yil iyun oyining oxirida shu profilni ochdim. 12-iyul kunidan boshlab ulitkalarim sotuvga chiqdi. Buyurtmalarni jo'natish uchun ko'pga kerak bo'ldi. Shaxsan men tashqi ko'rinishga ko'proq e'tibor beradigan odamman. Shu sababdan boshlanishiga ellikta bir xil va sifatli konteynerni 125 ming so'mga sotib oldim. Konteynerlardan tashqari menga chiroyli paketlar ham kerak bo'ldi. Xullas 50 dona kraft paketni 100 ming so'mga sotib oldim. Pulim uncha ko'p bo'lmasa ham 7-8 ta buyurtmaga yetadigan kalsiy va torfni 250 ming so'mga atrofida sotib oldim. Bu biznesni boshlash uchun agar vaqt tejamoqchi bo'lsangiz, ko'p pul sarflaysiz. Pul tejaman desangiz, ko'p vaqtingiz ketadi. Men shaxsan pulni tejaganman. Natijada biznesimni ochishimga 8 oy vaqt ketdi. Xullas, ulitka biznesi katta pul talab qilmaydi. Asosiysi sabr, mehr va vaqt
ajratish kerak. Shu video 500 like yig'sa, bu biznesning minuslarini ham aytib o'taman. Yalintirmasdan podpiska bosib qo'yinglar, tekin u. Sentyabr oyining boshida ekib qo'ygan 1 tonna salat barglarimiz uchun shunaqa mini parnik yasaymiz. Men o'zim domda turaman. To'g'ri, domda salat bargi ekish qiyin deb o'ylashingiz mumkin. Lekin biz uyda itam chiqmaydigan bitta balkonimiz bor. Sentyabr issiq kunlarida o'zim topgan baklashkamga salat bargi ekib tashuvdim. Lekin sekin o'sishidan xabarim yo'q edi. Topamanga va 2 haftada o'sib ketadi. Olib ishlataverasiz deb lag'monchalarni ilgan ekan. Mana 40 kundan ham oshdi. Endigina balandligi 4-5 sm bo'ldi xolos. Nima bo'lsa ham so'rib qolmaganiga shukr qilib parnikni yasamoqman. O'sha sovuq kunlar boshlandi. Hattoki o'zimiz ham onalarni kam ochamiz. Endi salat barglarimni o'ylavering qanaqa sovqotayotganini. Birinchi marta parnik yasashim. Xatida xatoliklar bo'lsa yozib keting. Va hali bitta narsani uncha tushunmayman. Shundayligicha tursa ham issiq bo'laveradimi yoki isitadigan nimadir qo'ying. Sizlar ham ekib ko'rishinglarni maslahat beraman. Faqat tomda tursanglar kamroq ekaveringlar. Salat barglarim to'liq o'sib bo'lsa yana ko'rsataman. Xullas sizlarga вообще zo'r g'iybat topib qoldim. Birinchi foydali ma'lumot aytaman, undan keyin g'iybat qilamiz. Bugun sizlar bilan ulitkalarimiz nima ovqat yeyishi haqida gaplashamiz. Birinchi bo'lib ular sevib yeydigan ovqatlari bodring, salat bargi, olma, kabachki, qovoq, tarvuz. Keyingilari esa foydali, lekin ular mazza qilib yeyolmaydigan ovqatlar. Sabzi va baqlajon. Undan tashqari juda ham ko'p ovqatlarni berib ko'rsanglar bo'ladi. Faqatgina sinab ko'rish kerak xolos. Masalan, men ulitkalarimga baqlajon yoqmaydi. O'zidan ketgandek arzon mahsulotlarni mensimaydi. Ularga qimmat ovqatlar yoqadi. Bitta obunachi ulitkalari esa nabaroda baqlajonni ko'p yeyishar ekan. Sezganinglardek, men yana sizlarni asabiyligi deb kechki payt azuvchiga qolman. No, menimcha yomon chiqmayapti, chidasa bo'ladi. Bu kalsiysi ko'p ovqatimiz retikulyatorlarimizga. Ularni menga sovg'a qilishdi. Xullas, ahvoli juda achinarli. Bugun ikkinchi kuni. Bularni ideal o'stirishga harakat qilayotganimizdan. O'zi ham bir hafta oldingi videoning montajini endi qilib bo'ldim. O'tgan hafta umuman reels qo'ymadim. Video yasashga vaqt bo'lmadi. Vaqtim bo'lsa vaziyatim. Xullas, sizlar bilan ulitkalarim uchun qishki uy yasaymiz. Men hamma narsani olib kelsam, tezroq va osonroq bo'ladi deb o'ylagandim. Afsuski, unaqa emas ekan. Shu uycha uchun 600 mingdan ko'proq pulim ketdi o'zi ham. Menga jalq emas bu pul. Lekin shunchaki o'xshamagani, ideal chiqmagani alam qilyapti. Buni yaxshilash uchun menda motivatsiya ham yetishmayapti. Menga motivatsiya berib shu uyni to'g'irlab yasab yana video qo'yishim uchun. Bu uydan keyin mini parnik ham yasamoqchiman. Faqat motivatsiya kerak xolos. Bilasizlar-ku, menga nima motivatsiya berishini. Mabodo so'raydiganlar uchun bu uychani penoplast va izolondan yasadim. Undan tashqari skotch va stepler ham kerak bo'ladi. Agar sizlarning ulitkalar kamroq bo'lsa, qo'yib yasab o'tirishni maslahat bermayman. Oddiygina izolon bilan o'rab qo'ysanglar ham bo'ladi. Aytgancha oramizda shuncha harakatini nima uchun qilyapsiz deganda ham bo'lishi mumkin. Bu ulitkalarim uchun qishga uy. Qishda ulitkalar sovqotadi. Shuni hisobiga ovqat kamaydi, aktivligi susayadi. Hattoki o'lib qolishi ham mumkin. Ulitkalar uchun ideal harorat 28-30 gradus hisoblanadi. O'zi ham bir hafta oldingi videoning montajini endi qilib bo'ldim. O'tgan hafta umuman reels qo'ymadim. Video yasashga vaqt bo'lmadi. Vaqtim bo'lsa vaziyatim. Xullas, sizlar bilan ulitkalarim uchun qishki uy yasaymiz. Men hamma narsani olib kelsam, tezroq va osonroq bo'ladi deb o'ylagandim. Afsuski, unaqa emas ekan. Shu uycha uchun 600 mingdan ko'proq pulim ketdi o'zi ham. Menga jalq emas bu pul. Lekin shunchaki o'xshamagani, ideal chiqmagani alam qilyapti. Buni yaxshilash uchun menda motivatsiya ham yetishmayapti. Menga motivatsiya berib shu uyni to'g'irlab yasab yana video qo'yishim uchun. Bu uydan keyin mini parnik ham yasamoqchiman. Faqat motivatsiya kerak xolos. Bilasizlar-ku, menga nima motivatsiya berishini. Mabodo so'raydiganlar uchun bu uychani penoplast va izolondan yasadim. Undan tashqari skotch va stepler ham kerak bo'ladi. Agar sizlarning ulitkalar kamroq bo'lsa, qo'yib yasab o'tirishni maslahat bermayman. Oddiygina izolon bilan o'rab qo'ysanglar ham bo'ladi. Aytgancha oramizda shuncha harakatini nima uchun qilyapsiz deganda ham bo'lishi mumkin. Bu ulitkalarim uchun qishga uy. Qishda ulitkalar sovqotadi. Shuni hisobiga ovqat kamaydi, aktivligi susayadi. Hattoki o'lib qolishi ham mumkin. Ulitkalar uchun ideal harorat 28-30 gradus hisoblanadi. Sayoq yurgan tayoq yedi deb aytilgan gap meni qochib ketgan ulitkamga tegishli bo'lsa kerak. O'zi ulitka va qochib ketish bir-biriga qarama-qarshi bo'lgan narsalar. Ikkita kichkina ulitkam shu stirlik qilib konteyner tozalayotgan vaqtimda qanaqadir qilib qochib ketdi. Birinchi rosa ikkilandim, bular 10 tamidi, 12 tamidi deb. Chunki ulitkani qochib ketishi meni xayolimga ham kelmagan. Keyingi kun yana konteyner tozalayman deb qarasam, bittasini toshib turgan ekan. To'g'risi rosa xafa bo'lib turmush o'rtog'imga ko'rsatdim. Endi tashlab yuboraman, qarang bu o'lib qopti deb. Ular bo'lsa, to'xta tashlama, konteynerga solib qo'ychi, balkim tirilib ketar. Menga ulitkalar sotadigan qiz rosa ham yaxshi, doim savollarimga javob beradi. Shunaqa ulitkam qochib ketdi, endi nima qilsam bo'ladi desam, har soatda ozgina-ozginadan suv sepib ko'ring, balkim o'ziga kelib qolar deb aytdilar. Bu videoda bo'lsa men o'lgandim-u, qanaqasiga deb o'ziga o'zi ishonmayotgan ulitkamni ko'rishingiz mumkin.